Bir asr xizmat qilgan tramvaydan voz kechgan Toshkentga bu transport yana qaytariladi. To'g'risini aytsam, bu xabarni eshitib, nega olib tashlandi-yu, nega qaytaryapmiz degan savol paydo bo'ldi menda. Kechagi gap bugunga to'g'ri kelmaydi deganlari shu bo'lsa kerak-da deb qo'ya qoldim. O'zi tramvay faoliyatini tugatish haqidagi qaror poytaxtning o'sha vaqtdagi, ya'ni 2016-yildagi hokimi Rahmonbek Usmonovga tegishli. Hokim buva 2016-yilda tramvaylardan voz kechish qarorini qabul qilgan va bunga sabab qilib avtomobil transporti sonining muntazam ortib borayotgani, ko'cha tarmoqlarining yetarli darajada rivojlanmagani va tramvay yo'nalishlarining samarasiz faoliyat olib borayotganini aytgan. Buni qarangki, oradan 9 yil o'tib poytaxt hokimining hozirgi o'rinbosari tramvayni qaytarish masalasini naqd Fransiyadan turib e'lon qildi. Anglaganingizdek, bugun Toshkent ko'chalaridan yo'q qilinib qaytarilayotgan tramvaylar haqida gaplashamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 11-13 mart kunlari Fransiyaga tashrifi bo'lib o'tdi. Toshkentga tramvayning qaytarilishi masalasi Fransiya Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan vazirlik idoralar aro hujjatlarni imzolash marosimida muhokama qilingan. Bu uchrashuvda qatnashgan jurnalist Aziza Qurbonovaning aytishicha, Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Sharof Rahmonov va Fransiya tashqi savdo va xorijdagi fuqarolar bo'yicha vazir delegant Loren Sen-Martin tramvay tizimini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini imzolagan. Hujjat imzolanganiga bir necha kun bo'lganiga qaramay, Toshkent hokimligi o'zi tomonidan imzolangan va shahar hayotida katta ahamiyat kasb etadigan bunday loyiha haqida lom-lum demadi. Transport vazirligiga yuzlanganimizda esa bu loyiha hokimlik tomonidan imzolangani va ular shug'ullanishini aytishdi. Tramvay qachondan qay bosqichda qaytariladi, qaysi liniyalarda ishlaydi degan savollar bor. Ammo hokimlik bu masalaga hozircha oydinlik kiritmadi, ya'ni g'iq etgani yo'q. Toshkentga tramvay qaytishi haqida ko'p gapirilyapti. Xo'sh, bunga Toshkent aholisi qanday munosabatda? Keling, yaxshisi buni o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Biz o'shani sog'inamiz bizda tramvaylarni, trolleybuslarni. Bu Yevropada ham tramvay trolleybuslar anaqa bo'lgan. To'g'rimi, yo'qmi? Nimaga bizdan olib ketishni bilmayman. Shaharga o'xshamay qoldi. Biza sog'inamiz gumlarni oldida tramvayda, ko'kchadagi, qayoliga. Zo'r, men munosabatim zo'r. Tiklash kerak buni. Qaytib olib kelsin. Faoliyatini boshlasa juda yaxshi bo'lardi. Bir yangiliklarda o'qidik, shuni tramvay ham ishlamoqchi degan, nima yo'lga tushmoqchi degan yangilikni o'qib ko'rdik. Juda yaxshi bo'ladi. Men o'qidim bu yangilikni. Yaxshi bo'ladi. Tramvay qayta qurilishi yaxshi, ekologiyamizga foyda. Undan har xil neft chiqindilari chiqmaydi, zo'r bo'ladi. Nihoyatda ajoyib bo'ladi. Qurilish natijasida vaqtinchalik yo'l tirbandliklar vaqtinchalik bo'ladi, uni lekin yaxshi bo'ladi. Keyinchalik bu yoshlarga, boshqaga men ko'ra shaharlarda Menimcha hech anaqasi yo'q. Bo'lgan oldin ham bo'lgan, yurganmiz. Qursa yana yurilaveradi. Uni Samarqandga endi jo'natib yuborishdi-da. Yana qayta tiklanyapti-da. Balkim tirbandliklar yaxshi bo'lib qolar. Tramvayni menimcha keragi yo'q. Chunki hozir mana bunaqa kichkina mashinalar ko'payib ketgan. Bu yo'l tirband o'zi. Tramvay ochilsin. Oldinga anaqamsin. Voy 8 tramvay yurardi. Ko'kshidan o'shanga chiqardim. O'sha yaxshiroq-da. Hozir yo'lda anaqa bo'lyapti-ku baribir. Avariyalar ko'p. O'sha yaxshi tramvay tinchgina ketasiz. Tramvaylar tiklansa xalqqa yaxshi bo'ladi, xalqqa uzoqni yaqin qilinadi, yaxshi bo'ladi, foydasi bor xalqqa. Tramvay olib kirishdan oldin anaqa probkalarni hal qilish kerak. Ko'p chiqqanman, ko'p yurganman. Hammaga yaxshi bo'ladi. Oldinga tramvay qaytsa yaxshi. Yuqorida aytganimizdek, bundan 9 yil oldin 2016-yilda 100 yillik tarixga ega bo'lgan Toshkent tramvaydan voz kechgandi. Markaziy Osiyodagi eng qadimiy va katta uzoq yillar poytaxt aholisiga beminnat xizmat qilgan ushbu tramvay tizimi 1912-yil 29-dekabr kuni foydalanishga topshirilgan. Lekin bunga qisqa vaqt ichida erishilmagan. Toshkentga tramvay qurilishi va foydalanish to'g'risidagi shartnoma undan 16 yil oldin 1896-yilda Toshkent rasmiylari
belgiyalik tadbirkor Edward Empen bilan imzolagan. Poytaxtliklarga bir asr xizmat qilgan tramvay liniyalari 2000-yillarga kelib birin-ketin yopila boshlagan. 2008-yil birdaniga 3 tramvay marshrut liniyalari yopilib, shaharda 11 ta tramvay yo'nalishi qoladi. 2016-yilga qadar qisqartirish va yopilishlar davom etadi va xuddi shu yili 28-mart kuni shaharning o'sha paytdagi hokimi Rahmonbek Usmonov barcha tramvay liniyalarini yopishni e'lon qiladi. Faoliyati to'xtatilgan tramvaylar o'rniga yangi avtobus yo'nalishlari yo'lga qo'yilishi ma'lum qilingandi o'shanda. Shundan so'ng toshkentliklar xayrlashish uchun tramvaylarga chiqib, suratga tushib, ularni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylashtirishgandi. Buni poytaxtliklar albatta yaxshi eslashadi. O'shanda faollar Toshkent tramvayni rivojlantirishga ko'p mablag' sarflagani va ular poytaxt uchun eng yaxshi jamoat transporti ekanini aytishgandi. 2016-yil tramvay liniyalari yopilganda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri quyidagicha post qoldirgandi. Balki bir necha yillardan keyin Toshkentning keyingi rasmiylari katta xato qilib qo'yganini anglab yetar va atrof muhitni himoya qilish maqsadida yana tramvay yo'llarini qurib, tramvay sotib olish kerak degan qarorga kelar. Ha, shunday ham bo'ldi. Yopilgandan 6 yil o'tib poytaxtga yana tramvaylarni qaytarish harakati boshlandi. Xo'sh, voz kechilgan va yo'llardan izi o'chirilgan tramvaylarni qayta qurish nimaga kerak? Prezident Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, xalq shuni talab qilyapti. Mirziyoyev 2022-yilning fevralida Samarqandga qilgan tashrifi davomida shaharda tramvay bor ekanini alohida qayd etgan. Samarqandda tramvay bor, to'g'rimi? Bu juda katta odamlarga xavfsiz, hozirgi yo'nalishga mana shu ekologik toza yo'l vositasi buni ko'paytirishimiz kerak. Yana o'ylagin, shuni Samarqandda mana biz hozir Toshkentda ochmoqchimiz. Odamlar juda katta talab qilyapti. Tramvayni ochib bering. Ochamiz baribir. Albatta. 2024-yilning martida esa transport vaziri Ilhom Mahkamov tramvayning nihoyatda kerakli infrastruktura ekanini aytib, u orqali eski va yangi Toshkent bog'lanishi, shuningdek poytaxt ichida tramvayni qaysi yo'nalishlarga qo'yish masalasi ustida ishlayotganini ma'lum qilgandi. Vazir 2016-yilda tramvaylar harakati to'liq to'xtatilgani haqida gapirar ekan, o'sha paytda u boshqa sohada bo'lganini alohida urg'ulagan. Hozir esa soha vakili sifatida aytamanki, tramvay Toshkent shahri uchun nihoyatda kerakli infrastruktura. Mavjud bo'lgan tramvayni bekor qilish, balki menimcha u paytlarda u qadar tirbandlik bo'lmagan, jozibadorlik, muhtojlik sezilmagan. U paytlarda o'ziga yarasha sabablari bo'lgan bo'lsa kerak. Qolganda ham baribir uni modernizatsiya qilish, yangilash talab etilardi. Tramvaylarning o'zi ham, yo'li ham eskicha usulda qurilgan. Bu infratuzilma albatta bizga kerak. Ta'kidlash joizki, yaqinda imzolangan tramvay qurish bo'yicha yo'l xaritasi bu borada imzolangan ikkinchi kelishuvdir. Birinchisi 2022-yilning noyabrida Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi vaqtida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev hamda Fransiya tashqi savdo, iqtisodiy jozibadorlik va xorijdagi fuqarolar bo'yicha vaziri bilan imzolangandi. Unga ko'ra, Fransiyaning Alstom mashinasozlik kompaniyasi Toshkentda kuniga 78,000 kishi tashishga mo'ljallangan 9,1 kilometr uzunlikdagi tramvay liniyasi qurish kerak edi. 167,4 million yevrolik loyihaning qurilishi esa 2024-yilning ikkinchi choragida boshlanishi ko'zda tutilgandi o'shanda. Ammo biroq deganlaridek ko'rib turganingizdek 2025-yilning birinchi choragini ham tugatyapmiz. Hozirgacha bu ish amalga oshirilmadi. Guvohi bo'lib turganimizdek, bizga noma'lum sabablarga ko'ra kelishuv amalga oshmagan. Lekin taslim bo'lish yo'q. Prezident Mirziyoyevning Fransiyaga so'nggi tashrifi davomida ham tramvay qurish bo'yicha yana bir yo'l xaritasi imzolandi. Bu safar vazirlik emas, hokimiyat vakillari qo'li bilan. Nega 2022-yildagi yo'l xaritasi amalga oshirilmadi deysizmi? E'tiborli jihati shundaki, o'tgan yili 2-may kuni loyihaga ko'ra qurilish ishlari boshlanishiga 1-2 oy qolganida Toshkentda o'tkazilgan xalqaro investitsiya forumida ishtirok etgan Alstom kompaniyasi vitse-prezidenti Sasha Parne o'zbek mas'ullari tramvay loyihasini yangi Toshkent hududiga qurishni afzal ko'rayotganini aytgandi. Ammo shu bilan tramvayning poytaxt shaharda qurilishini inkor ham etmagan.
Undan oldinroq esa vazir Mahkamov yaqin kelajakda poytaxtda tramvay qurilmaydimi degan savolga quyidagicha javob bergan edi. Albatta, hech kimda Toshkent shahrida tramvay bo'lmaydi, bu narsani to'xtatdik degan fikr yo'q. Bu aniq, bundan yiroqmiz. Tramvayni qaysi yo'nalishlarga qo'yish masalasi ustida ishlayapmiz. Bunda mavjud infrastrukturadan kelib chiqishimiz kerak. Bu borada shaharsozlik mutaxassislaridan fikr so'raganimizda toshkentliklar xotirasida tramvay kam odam foydalanadigan relslardan, avtomobil yo'llaridan ajratilgan alohida bo'lakda harakatlanib, shahar asfalt yo'llarini yorilishiga sabab bo'ladigan jamoat transporti sifatida qolgani. Ammo hozir relslarning avtomobil yo'llar bilan bir balandlikda qurishning imkoni borligini bildirgandi. Shunday qilinsa, boshqa g'ildirakli transportlarning haqi ham olib qo'yilmaydi. Tramvay faqatgina yo'llar ustida emas, avtomobil qatnovi cheklangan yoki taqiqlangan hududlardan ham o'tishi mumkin. Zamonaviy tramvay bu zamonaviy, barqaror shaharlarda eng yashil, ko'p sig'imli transport. Masalan, 2 bo'linmali avtobus sig'imi 120 yo'lovchigacha bo'lsa, tramvay sig'imi 200 yo'lovchidan ortishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, ijtimoiy transport turi sifatida katta shaharda tramvaydek ko'p harakatli, lekin juda samarali transport tizimi nafaqat texnik, balki shaharsozlik jihatdan to'g'ri loyihalanganda odamlarning manfaati uchun xizmat qiladi. Bir qancha poytaxtliklarda tramvay liniyalarini qurish uchun yana yo'llar buziladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ammo Do'st Muhammedovga ko'ra, tramvay bunga arziydi. Qurilish vaqtida yo'lni yopib ish olib boriladi. Lekin yo'lni bundan ham foydasiz narsalar uchun tez-tez yopib turishadi-ku. Masalan, trub almashtirish uchun. Xullas, bir necha arzirli deb bilingan sabablar bilan yo'q qilingan tramvay Toshkentga yana qaytariladi. Eng qizig'i shuki, 9 yil oldingi avtomobillar soni bugun yanada oshgan. Yo'llardagi holat-ku o'zingizga ayon. Hammasi ham mayli-kuya. Tramvay faoliyatini tugatganida uning liniyalari olib tashlandi. Tramvaydan qolgan izlar yamaldi. Bu uchun qancha ishchi kuchi, qancha mablag' sarflandi. Endi tramvayni qaytarishga qancha mablag' sarflanadi, bu shahar hokimligiga ayon. Siz nima deb o'ylaysiz? Toshkentga tramvay qaytish kerakmi yo'qmi? Buni albatta izohlarda yozib keting.